shu paytgacha ko'rgan qasr uyinglar bu uy yonida choy damlaydi. Yaxshilab joylashib hozirdan bitta like bosib qo'yinglar, chunki bugun sizlar bilan mana shunaqa qasr uyiga birgalashib ko'rib chiqamiz. Joylashib olgan bo'lsanglar, mana bu uyga bitta o'zingizlar baho berasizlar. Qaranglar, kirganda bitta odam diqqat e'tiborini tortadigan uy bo'lgan. Yer maydoni 33 sotu, kirishimiz bilan ikki qismga bo'lingan kattagina zeleniy zona. Bu uyimizni hali boshlanishi, orqa tarafda basseyn, spa zonalarigacha yaxshilab joylashib, eng yaqin do'stlarga hozir o'zidan jo'natinglar. Marhamat, bu tarafda zakritli parkovka qismi, tepasida o'zining отдельный xonalari bor, ya'ni sho'pirlar uchun ajratilgan xonalar bo'lsa, bu yerda ko'rasizlar. Mana shu zeleniy zonadagi daraxtlarning o'zi ham palon pulli daraxtlar. Xo'p, bu yerda esa открытый naves ostida bemalol 4 ta 5 ta mashinalarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Kelinglar, sizlarga uyimizning orqa tarafidan, ya'ni spa zonadan boshlab ko'rsatib beraman. Ko'ryapsizlar, uyimizning asosiy qismiga ikkita joydan kirsanglar bo'ladi. Ana endi sizlar bilan birgalashib orqa tarafdan ko'rsataman. Mana zeleniy zonani qarasanglar, shunda odam ko'rib, ko'zi maza qilib dam oladi. Bu yoqni olgan odam yana chiroyli qilib bog'lab qo'ysa bo'ladi. Naves ostida aytib o'tganimdek, bemalol 3 ta 4 ta mashinalar sig'ib ketadi. Avtomatik darvozalar qilingan. Mana shunaqa qaranglar, oila davrasida mana bitta tapchani qo'yib o'tiradigan joy bo'lgan. Juda chiroyli. Ayniqsa yozda mana shu joy menimcha zo'r bo'lsa kerak. Hamma joyi mana tosh. Bu yerdan oddiy narsa ishlatilmagan. Bu yerda ham zeleniy zona ko'ryapsizlar. Uyimizda naqd ikkita zal bor. Agar mehmonlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana birinchi zal hozirlarga o'sha zalimizni ham ko'rsatib beraman. Lekin mana orqa tarafini ham o'zingizlar bitta ko'rasizlar, zeleniy zonani ham orqa tarafdan ayashmagan. Eng qizig'ini aytaymi, mana brala bor. Uyimizga shunaqa shom payti juda chiroyli ko'rinadi. Ayniqsa qaranglar, archalar qimmat-qimmat ekib qo'yilgan. Qani marhamat. Bu esa uyimizni mana shunaqa ikkinchi zal, ya'ni ko'chadagi hozir sizlarga asosiy zalga ham ko'rsataman. Marhamat, qaranglar, kattaligini qarasanglar, bemalol bu yerda 20 kishilik mehmonlarni kutib olsanglar bo'ladi va bu yoqda yana bitta oshxona. Bu yerda endi mana shunaqa povurliklar uchun отдельный masalan yig'in qilsanglar ham, hovlini o'zida ham qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa katta bazmlar uchun ajratilgan. Bu yoqda esa sanuzel joylashtirilgan. Ana endi kelinglar, sizlarni spa zonani ko'rsataman. Eng katta ko'rgan spa zonanglar, necha basseyn ko'rgansizlar. Qani kelinglar. O'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Marhamat. 22 ga 8 basseyn. Basseynning kattaligini ko'ryapsizlarmi? Bu ancha, bu nariyog'iga 2 marta borib kelsanglar, o'zi shundoq out bo'lsanglar kerak. Xo'p, bir boshidan ko'rsatib beraman. Kirib kelar ekanmiz. Marhamat. Dushovoylarga mana shunaqa joylar tashab ketilgan. Bu yoqda uje mana razdevalka. Xo'p, birinma-ketdan aytamiz, basseynimizni полностью ham qishin, yozin sizlarga xizmat qiladi. Полностью istadi, isitish tizimiga ega. Yana bitta dushovoy, finskiy sauna bor. Bu yoqda turetskiy sauna, o'sha ko'pchilik yoqtiradi akalarimizni parra maza qilib dam oladigan joy qilib qo'yishga. Qaranglar, juda ham chiroyli, hammasi qo'l mehnati va professional ustalar tomonidan bu san'at asari qilingan. Marhamat, bu yerda ham mazza qilib stol qilib qo'ysanglar, mana shunaqa spa zonada oila davrasida deysizlar, do'stlar davrasida deysizlar, mazza qilib dam olib o'tirasizlar. Lekin basseynning kattaligiga o'zingizlar bitta baho berasizlar, yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Ana endi ketdik uyimizni asosiy, ya'ni asosiy kirish qismidan boshlab ko'rsatib beraman. Uyimizda hamma elementlari xususiy tilla ishlatilgan va bu yoqdan podvaldan tushsanglar, uyimizning podval qismidan, ya'ni asosiy binodan chiqsanglar bo'ladi. Mana buni qaranglar. Bu esa bizning uyimizning kirib kelish hol qismi. Qaranglar, shunaqa ham katta hol bo'ladimi? Hammasi qo'l mehnati, ya'ni mana bu ko'rayotgan sarg'i elementli, bu oddiy sarg'i emas, xususiy tilla ishlatilgan, juda ham ko'p mehr ketgan. Ko'rasizlar, kengina hol sizlarni kutib oladi. Kelinglar, birinchi bo'lib sizlarni ayollarimizga ko'proq vaqtini o'tkazadigan oshxonadan boshlab ko'rsataman. Ayollarimiz shu joyda yoqqan bo'lsa, like bittada qizartirib tashlaysizlar. Xo'p, qaranglar. Oshxona jihozlarini ko'ryapsizlar. Marhamat. Sizlar orzu qilgan keng oshxona mana shu. Bundan zo'ri bo'lmasa kerak. Endi bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, oshxona jihozlari ham hammasi brendli, hamda do'yno mana bekitilgan xolodilniklarga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli. Va qaranglar, shu eshikning ortida, ya'ni yozgi oshxona. Marhamat, yozgi oshxonasini ham o'zingizlar bitta ko'rib baho berasiz. Bu yoqda ham hamma sharoitlar qilib
qo'yilgan, ya'ni yozgi oshxonada mana to'g'ridan-to'g'ri ko'chaga eshik tashab ketilgan, uy ichida emas, to'g'ridan-to'g'ri yig'in qilish qilsanglar, bemalol mana shu yerdan foydalansanglar bo'ladi. Kengligini ko'ryapsizlar. Bu yerda Wi-Fi hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Oila davrasida mazza qilib mana shu yerda stol qilsanglar, televizorlarga, tochkalar hamma joyi tashab ketilgan. Ana endi kelinglar. Sizlar bilan birinma-ketin birinchi etajimizning xonalari bilan tanishib o'tamiz. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqa birinchi yotoqxonamiz. Bu hammasi ko'rayotganingiz garderobni bo'lyapti. Kengina yotoqxona ko'ryapsizlar. Orqa tarafga qaragan oyna va o'zining ichida sanuzel ham juda ham kengina qilingan. O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham akkuratni, shaxsan menga yoqdi. Birinchi etajimizning o'zida naqd 3 ta yotoqxona mavjud. Lekin Mamatdek koloniyalarni qaranglar, juda chiroyli, juda bogatый vid beryapti. Va mana ikkinchi yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizning o'zining ichida marhamat garderobnisi oynalar qilingan va shuni yonida sanuzel. Sanuzelga e'tibor bersanglar, bir-biridan ajralib turadi. Har bitta sanuzel o'zigacha did beradi. Va bu uyimizda hamma masalan to'pli polli, ya'ni xona haroratini mana shu datchik orqali boshqarsanglar bo'ladi. Va oxirgi yotoqxonamiz bu ham o'zini mana shunaqa garderobnisi bilan kengina yotoqxona. Bitta narsaga e'tibor bersanglar bo'ladi. Hamma joyi kichkina xonani ko'rmaysizlar, hamma joyi keng, to'g'ri burchak xonalar. Bu yerda shu vanna plus dushovoy kabinalari bilan tayyor. Endi sizlarga videoni boshida aytganim, bu uyda ikkita zal bor deb, ana endi kelinglar, sizlarni ikkinchi zal bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda mana shunaqa veranda qilib qo'yilgan. Verandaga chiqib ketsanglar ham bo'ladi, ya'ni yozda o'tiradigan. Kelinglar. Xo'p, mana bu yerda tashqaridan, ya'ni hovlidan to'g'ridan-to'g'ri kirish uchun zalimizga joy tashab ketilgan. Mana bu yerda gostyovoy, ya'ni mehmonlar uchun ajratilgan sanuzel, hamma ko'rayotganinglar shu sanli tillardan foydalanilgan. Marhamat. Bismillah deb zalimizga kiramiz. Zalimizni ham kengligiga o'zingizlar baho berasizlar. Aboylar ham yaxshi qo'yilgan, juda sifatli, juda bogatый vid berib turibdi. Mana lyustrani o'zi ham bir palon pul turadi. Endi hammasiga narxlarga to'xtalib o'tilmayman. Juda ham chiroyli ko'rinyapti. Ana endi kelinglar, sizlar bilan birgalashib uyimizni ikkinchi etajini ko'ramiz. Qani, bo'lmasam ketdik. Uyimizni qaranglar. Ikkinchi etajda ham mana shunaqa keng hol mavjud. Gap bo'lishi mumkin. Chunki bu uyimizni yashash maydoni naqd 1,5 ming kvadratda o'z ichiga oladi. Kelinglar. Birinchi mana shu zinadan boshlab, mana shu xonadan boshlab ko'rsatib beramiz. Kelinglar. Qani bismillah. Bu xonamizning zo'r tarafi qaranglar. Kirishimiz bilan bu yerda bolalar xonasi bo'lyapti. Kelinglar. Bolalar xonasida, ya'ni bu yerda o'zini shaxsiy garderobnisi, oynalari bor va bu yerda родительский xona. Masalan, bolangiz yoningizda masalan chaqaloqlar bor, boshqa xonasiga ko'chirgisi kelmaydi, shundoqqina yonida eshik yo'q xona bo'ladi va mana o'zining ichida shaxsiy sanuzellargacha tayyor holda turibdi. Xonalarning razmerini ko'ryapsizlar, standart, bir xil, bu yoki bittasi kichkina yoki bittasi katta emas, hammasi kengina qilingan. Va bu yerda yana bitta kattagina yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizdan to'g'ridan-to'g'ri terrasaga chiqadigan eshik tashab ketilgan. Kelinglar, birinchi o'z sizlarni mana shu garderobnidan boshlab ko'rsatib beraman. Garderobningizga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar, juda chiroyli qilingan garderobnilari ham. Va bu yoqqa keladigan bo'lsak, o'zining ichida sanuzel ham juda ham chiroyli. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin tanlangan rangiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Bilsanglar agar high-tech, neoklassika, fusion stiliga interyerlar qilishyapti, lekin bilasizlar, klassika hech qachon o'lmaydi. Shuni esingizda tutinglar. Klassika umuman o'lmaydi. Va bu yerda marhamat vidini o'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham chiroyli, juda ham keng uy. Xo'p, kelinglar endi narigi xonalarni ham ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Marhamat. Uyimizda agar uydan chiqmay ishlayman deydiganlar uchun tayyor ofis kabinetlargacha marhamat. Qani bismillah. Mana bu sizlarning shaxsiy kabinetinglar bo'ladi inshaalloh. Ko'rayotgan bo'lsanglar, aka, hammamizga nasib qilsin. Bu yerda Wi-Fi, televizorlargacha joy tashab ketilgan. Xo'p, va eng oxirgi xonamiz bo'lyapti bu yerda. Bu yerda ham xuddi shunaqa joy
Ya'ni yotoqxona, yotoqxona o'zining ichida sanuzel bor. Ko'rib turganingizdek. Va shuni yonginasida yana bitta detskiy yotoqxona. Aytib o'tganimdek, o'sha sharoitlar qilib qo'yilgan, shkaflar bu yerda ham hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Televizorlar joy tashab ketilgan. Ana endi bu uyimizni podvaliga yo'l olamiz. Podvalida bundan qiziq narsa sizlarni kutyapti. Qani ketdik. Bu esa uyimizning podval qismi. O'zingizlar bitta baho beringlar. Podvaliga qaranglar. Shuncha mehr, juda chiroyli. Xuddi birinchi etajga qanaqa mehr berilgan bo'lsa, podvalda ham bundan kam mehr berilmagan. Kelinglar. Birinchi mana shu zinadan xonadan boshlaymiz. Zinaning yonidagi xonadan. Bu ya'ni bizada uyimizning prachniisi. Qaranglar, qanaqa keng qilingan. Juda ham zo'r sharoitlar, juda maksimum darajada qilib qo'yishgan. Bu yerda endi juda ham ko'p xonalar bor. Xo'p, kotelnisini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kotelnisi bo'lyapti. Bu yerda o'sha xonalar juda ko'p xona. Endi agar ko'raman desanglar, bemalol kelib o'sha ko'rsatamiz. Mana bu yerda o'sha yana bitta xona bor. O'sha olgan odam o'zini xohish istagiga ko'ra qaysi xonani nimaga ishlatishni o'zi hal qiladi. Bu yerda podvalimiz uchun ajratilgan sanuzel. Marhamat, o'zingizlar baho berasizlar. Va yana bitta katta mana shunaqa keng xona. Bu lekin kinozal emas. Hozir kinozalga alohida to'xtalamiz. Buni olgan odam trenajyorniy zal qilib qo'ysa bo'ladi. Ana endi hamma kutayotgan kinozalga olib o'taman sizlarni. Bu yerdagi xonalar, bu yerda bitta katta mana shunaqa garderobniy xonamiz. Marhamat. Endi bunaqa uyda turasiz, bunaqa garderobingiz bo'lmaydimi? Hamma qishki yozgi kiyimlaringiz bemalol sig'ib ketadi va marhamat, bu yerda yana bitta xona mavjud. Marhamat, sizlar kutgan kinozal. Bu yerda eng maksimum sharoitlar qilib qo'yilgan, ya'ni ishdan kelib, mana oyoqni cho'zib, o'zingizlarni yoqtirgan kinoinglarni oila davrasida ko'rishga nima etsa, ha? Chotki proyektlar qilingan, polniy mana shu xonamizda shuma izolyatsiya qilingan, akustikani ham eng moshnilari terilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Maroqiy hordiq olish uchun bundan zo'r xona bo'lmasa kerak. Xo'p, uyimizni ko'rdinglar. Yashash maydoni 1,5 ming kvadrat, xonalar soniga keladigan bo'lsak, 10 ta xona bo'lyapti. Xo'p, yer maydoniga keladigan bo'lsak, 33 sotuvni tashkil qiladi. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek rayoni Sentr Lonacharskida joylashgan. Mana shunaqa fayzli xonadonlarni qidirayotgan do'stinglar bo'lsa, hozir o'zida shunday jo'natib, niyat qilganlar bitta like bosib, inshaalloh hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin deb bitta kommentariyada yozib ketamiz.